O'zbekiston texnologik metallar kombinati Yevropa ilg'or uglerod va grafit materiallari uyushmasining to'liq qonli a'zosiga aylandi. Bu yangilik Belgiya poytaxti Bryusselda joylashgan Yevropa grafit sanoati markazida bo'lib o'tgan uchrashuv davomida e'lon qilindi. Mazkur uchrashuvda O'zTMK vakillari ham ishtirok etib, kombinatning faoliyati, strategik yo'nalishlari, ustuvor rejalari hamda istiqbolli loyihalari bilan ishtirokchilarni tanishtirib o'tishdi. Taqdimot xorijiy kompaniyalar va uyushma a'zolari tomonidan katta qiziqish bilan kutib olindi. Kompaniyangizni va ushbu nufuzli uyushmadagi a'zolaringizni chin qalbdan muborakbod etamiz. Biz boshlagan hamkorlik aloqalarini yuksak qadrlaymiz va kelgusida yanada mustahkamlanishiga ishonamiz. Agar birgalikda hamkorligimiz izchil davom etsa, bu Yevropa ittifoqi uchun strategik resurslar ta'minotida muhim o'rin egallashi mumkin deb hisoblaymiz. Ushbu platforma texnologik taraqqiyot, sanoat integratsiyasi va bilim almashinuvi borasida katta imkoniyatlar yaratadi. Yevropa ilg'or uglerod va grafit materiallar uyushmasi bu uglerod va grafit sanoatida yetakchilik qilayotgan kompaniyalar, ilmiy markazlar va texnologlar uchun yagona maydon. Tashkilot tarkibida bo'lish O'zTMKga Yevropa bozoriga yanada faol integratsiyalash, ilg'or texnologiyalar va tajriba almashinuvida ishtirok etish, hamkorlik loyihalarini yo'lga qo'yish imkonini beradi. Bu a'zolik nafaqat kombinatning, balki O'zbekistonning butun yuqori texnologik metallar sohasidagi xalqaro maydondagi mavqeini mustahkamlash strategik ahamiyatga ega hisoblanib, yuqori qo'shilgan qiymatli mahsulotlar ishlab chiqarishda Yevropa tajribasini jalb qilishda asosiy poydevor bo'lib xizmat qiladi. Mazkur a'zolik O'zbekistonda amalga oshirilayotgan sanoat modernizatsiyasi, ilm-fan va ishlab chiqarish integratsiyasi hamda yuqori texnologiyali mahsulotlar eksporti singari strategik yo'nalishlarda muhim targ'ibotchi va tayanch poydevor hisoblanadi. Bugungi kunda ushbu uyushmaga 33 ta davlat a'zo bo'lib, shundan 14 ta davlat uning to'liq qonli a'zosi hisoblanadi. Markaziy Osiyoda esa O'zbekistonning ham birinchi bo'lib assotsiatsiyaning to'liq qonli a'zosi sifatida tan olingani nafaqat mintaqaviy, balki global darajadagi yutug'idir. Avvalroq O'zTMK Xalqaro Wolfram sanoati assotsiatsiyasiga a'zolikka qabul qilingan edi. Endilikda esa Yevropa grafit uyushmasi bilan yo'lga qo'yilgan hamkorlik kombinatning xalqaro miqyosda barqaror o'sishi va texnologik yetakchilik sari dadil intilayotganini yaqqol namoyon etmoqda.